Xo'p, bugun sizlarga Benda oilasiga mansub 4-5 xil modellarni ko'rsatib o'taman. Birinchisi Benda Napoleon 250 talik. Maksimal tezligi 140 ga chiqadi, 140-150 ga chiqadi. Narxi $5500 Benda Napoleon. Xo'p, keyingisi Benda Napoleon Bob. 400 taligi, bu narxi $6600. Maksimalkasi 170 ga chiqadi. Xo'p, keyingi modelimiz Benda Dark Flag. Bu pnevmo podveskali bo'ladi. Pnevmo podveskani ko'pchilik bilsa kerak. 500 talik, 4 ta silindrli bo'ladi. Maksimal tezligi 180, 190 ga chiqadi. 6 litr, 7 litr benzin rasxod qiladi akalar. Juda ham chiroyli mototsikl hisoblanadi. Narxi $9200. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Endi eng zo'r, eng katta mototsikl Bendalanchada Benda LFC 700. Xo'p, 8 litr rasxod qiladi akalar 100 kilometrga. Brembo tormoz sistemalar qo'yilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Orqa baloni plus mana ko'rsanglar bo'ladi, hozir kamera umuman ko'rsatib bera olmayapti, lekin baloni slishkim katta. Bir glushiterlari, ovozlari ham juda mo'shni chiqadi. Bunda ham ABS traction hamma narsasi bor. Telefon zaryadka qiladigan joylari ham bor. Bunimiz narxi $11200. Pnevmo podveskali bu mototsiklimiz ham keyin faralari ko'tarilib chiqadi. Ko'rsanglar bo'ladi. $11200 dan xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Yana bitta narsa, agar shu mototsikllarni zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, $1000 plus minus arzon tushadi sizlarga. Bu yerda yana Benda Shinshilla degan modeli bor, 500 talik. Maksimal tezligi 170 ga chiqadi. Keyin 4 ta silindrli bo'ladi. Narxi $6700. ABS traction hamma narsasi bor. Tablosiga necha endi. Plus Bendani avtomati ham bor. Avtomatini $6300 dan sotganmiz. Hozir nalichi tugab qoldi, tez kunda keladi. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar ham bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Zakazga ham olib kelib beramiz. Aytib o'tganimdek $1000 plus minus arzonga olsanglar bo'ladi zakazga.